Qashqadaryo viloyati Koson tumani 73-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi tasarrufida davlat arbobi Qo'ybuxor Xushvaqt Rajabovning xotirasiga bag'ishlangan muzey o'z faoliyatini boshladi. Ushbu muzeyning ochilishida Qashqadaryo viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi xodimlari o'zlarining amaliy yordamlarini berishdi. Ya'ni muzey xodimlari tomonidan muzey uchun zarur bo'lgan ilmiy manbalar va ekspozitsiya jarayonlari amalga oshirildi. Agar sizning tashkilotingiz va muassasangizda ham muzey ochish niyatingiz bo'lsa, Qashqadaryo viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi xodimlariga murojaat qilishingiz so'raladi. Murojaat uchun pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.